Prezidentimiz belgilab bergan topshiriqlarni muddatida va sifatli bajarsak, hududlarimiz rivojlanadi, aholi salomatligi va turmush farovonligi ortadi. Ayni shu gaplarni o'ziga shior qilib olgan viloyat hokimi Ulug'bek Qosimovning navbatdagi manzili viloyatning Qumqo'rg'on tumani bo'ldi. Bugun murojaatlar va muammolarni joyiga chiqib o'rganish, ularga yechim izlash davr talabiga aylanib ulgurdi va bu har bir sohada o'z natijasini berayotganligini ko'rish mumkin. Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov hududlarda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning borishi, yangi loyihalarni yo'lga qo'yish orqali aholi bandligini ta'minlash, turmush farovonligini oshirish hamda boshqa tarmoqlarda amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishishda davom etmoqda. Navbatdagi manzil Qumqo'rg'on tumani. Viloyat rahbari va mutasaddilar dastlab tumanda sog'liqni saqlash tizimida olib borilayotgan ishlar, fuqarolarning salomatligini tiklash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar bilan tanishish asnosida mahallalarning o'zida tashkil etilayotgan tibbiy ko'riklar, aholiga sog'lom turmush tarzini targ'ib etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan ham yaqindan tanishib, shifokor va hamshiralar bilan suhbatlar olib borildi. Navbatdagi manzil Umid nihollari mahallasi bo'ldi. Hududda mahalla idorasi mavjud emas. Viloyat hokimi shu va boshqa masalalar bo'yicha mutasaddilarga tegishli topshiriqlarni berib o'tdi. Nima masala bo'ladi? Sum yog'ochlarimiz 967 Nechta kerak? 90 dana. Qilamiz. Ayta nima interesga bersinlar. 4 kilometr toshdan tushib ko'chalar tashlash kerak. Asfaltchi. Asfalt 1 kilometr ijtimoiy Maktabdan 1 kilometr 2 metr asfalt bo'lsa, uni bitim berasiz. Ushbu mahallada bugunda 2400 nafardan ortiq aholi istiqomat qilib keladi. Tashrif davomida fuqarolarning ham taklif va muammolariga quloq tutildi. Mehnatkash qishloq xalqi mehmonlarni duolari bilan siyladi. Prezidentimiz omon bo'lsin. Yelim xalqim uchun doim shunday xizmat qilishni Alloh barchamizga nasib qilsin. Qadamingiz qutlug kelsin. Nasib bo'lsa paxta, g'alla planlarni bajarib, yuzingiz yorug', bundan martabangiz ulug', elimizni, xalqimizni xizmat uchun doim belimizni bog'laymiz. Shu kuni qishloq xo'jaligi sohasida olib borilayotgan ishlar, ariqlarning betonlanish jarayonlari bilan birgalikda sektor rahbarlarining joriy yilda xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish, eksportni oshirish, yirik loyihalarni ishga tushirish yuzasidan taqdimoti, ko'p qavatli uy-joylar qurilishi loyihasi hamda IT markazi va axborot kutubxona markazi faoliyati bilan ham tanishildi. Qumqo'rg'on agrotexnologiyalar texnikumida bo'lgan mutasaddilar o'quvchilarning bilim olishi, kitobxonlikni rivojlantirish borasida manzilda yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirib, yangi tahrirdagi kitoblar mutolaasini ham yo'lga qo'yish borasida tegishli topshiriqlarni berib o'tdi, hamda nazariy bilimlarni amaliyotda bajarish uchun yaratilgan qulayliklar bilan tanishishdi. Hududlardagi o'rganish ishlari davom etmoqda. Muqaddas Panjiyeva, Otabek Ashurov, Zamin onlayn axborot tahliliy dasturi uchun.